Dahshat boqilgan Angus keldi nalichida sotuvda. Voy dod, boqishni yorib 600-700 kilogramli Angus keldi, 35 dona nalichida, 330 rubldan taroziga deyapti joyinda. Agar men shuni olsam, go'shtga topshirsam, necha foiz go'sht beradi bir videoni ko'ringlar. Abdushi yozib qoldiringlar. Taxminiy 70 beradimi? 75 beradimi? Yo'q, 75 qiyin va siz o'zingiz taxminingizni yozing. Qancha yog' beradi? Angusni ko'p odam aytadi, yog'li bo'lib ketadi, lekin zo'r boqilibdi lekin mashalloh. Videoni bir ko'ringlar, like bosib qo'yinglar. 35 ta nalichida Angus keldi. Bordoqiga boqilgan moshni variantlari, ustlarini, yelkalarini ko'rishlaringiz mumkin. Voy, dahshat semiribdi lekin mashalloh. Har birimiz uyimizda shunaqa qilib Angus bo'ladimi, semental bo'ladimi, sharali bo'ladimi, shunaqa qilib semirtirib qassobga topshirish yo oyoqda sotish nasib qilsin, Xudo xolasa. Mashalloh nasib qilsin deb yozib qoldiring. O'ta chiroyli variant, nalichida 330 rubldan keldi. Endi men buni hozir oyog'ida olamanmi yo go'shtga olamanmi? Qancha foiz yog' berishi mumkin, qancha foiz go'sht berishi mumkin? Sizlarga buni so'rab qolaman. Hamma o'zini taxminini yozsin. Hamma o'zini taxminini, kimga to'g'ri kelar ekan inshaalloh ko'ramiz. Yozinglar hamma. Rahmat hammaga. Assalomu alaykum.